Umrimda birinchi marta koreys vizajistga makiyaj qildirib ko'rishim. Koreyada makiyaj qilishdan oldin yuzni juda ham yaxshilab namlantirib olishar ekan. Yuzimni namlantirish uchun Lovion brendidan dog'larni yo'qotuvchi kremni surtadilar va undan keyin yuzimni tinchlantirish uchun Lovion brendidan kollagen kremini surtab, orqasidan 24 soatli SPF kremini ham surtab qo'ydilar. Xullas, Koreyada makiyaj qilishdan oldin yuzga yaxshilab uhud qilib olishar ekan. Makiyaj qilishdan oldin yuzimga ishlatilgan uhudoviy kosmetika bemalol Gangnam Style Cosmetics profilimdan zakaz qilsangiz bo'ladi. Makiyaj qilishdan oldin yuzingizga yaxshilab uhud qilsangiz, makiyajingiz ham yuzingizga juda ham yaxshi o'tirar ekan. Xullas, Oytovoq basharamga makiyajlarni qildirib, koreys qaynonam, boshlig'imiz va yana bitta qiz bilan ovqatlangani restoranga ketdik. Bu qizni taniydiganlar bo'lsa, kommentariyaga profilini belgilab ketinglar. Restorangacha ataga 5 minutlik yo'l edi, lekin boshlig'imiz o'sha yerga ham taksida olib bordilar. Bu yer italyanskiy